Amazon Wildberries bo'yicha ozginagina ma'lumot bersangiz, nima o'zi u, qanday qilib kirib ishlasa bo'ladi? Biz birinchi o'rinda internet magazin bilan marketplace'ni farqlay bilishimiz kerak. Bu Amazon Wildberries Yandex Market bu marketplace hisoblanadi. Endi savol, internet magazin bilan marketplace'ni farqi nimada? Chunki bizda ko'pchilik перепост qiladi, chalkashadi. Bu internet magazin deydi-da. Yo'q, internet magazin emas. Internet magazin agar biz Eldorado, Перекресток, Petrosyan olgan bo'lsak, bular ko'chada ham offline magazini bor va internetda ham o'zini magazini bor. Bular faqat o'zini tovarini sotishadi. O'zlarini tovarini sotishadi. Siz aytmoqchisizki, Prekrostikani offline magazini bor hamda o'zini sayti bor. Sayti bor. Bu yerda internet magazin deyiladi. Da. Magazin. Marketplace bu e-commerce. Bular o'zining skladiga ega. Bular prosta o'rtakash. O'rtakash. Вообще qonun qoida bo'yicha marketplace o'zi tovar sotmaydi. Agar kimdir Wildberries'dan, Amazon'dan tovar sotgan bo'lsa, aytadi-ku, Wildberries sotib oldim deydi-da, lekin bilmaydi, işte o tovar biz yubordik. Da. O'ylaydiki, Wildberries'dan oldim, bu Wildberries'ning tovari deydi. Yoki Amazon'dan Yandex tovari deydi-da. Yo'q, bu tovarni bizga o'xshagan sellerlar yuborishadi. Вообще-то по правилам bo'yicha, endi как бы marketplace o'zi tovar sotmaydi. Tovarni sellerlar sotadi. Marketplace'lar bu xaridorlar bilan продавецlarni, sotuvchilarni bir joyga yig'adigan platforma.